Üçüncü yıl hayat gibi. Fazliddin Abduvohidov. Marhamat. Fazliddin. Yağmurlar yağganda men seni yodga olaman xastaman maqburga olamazman qon endi begonalardek baxtlansin olmagandir ovoralardek ish yo'lida sarson yurgan devonalardek Avvalambor assalomu alaykum aziz mehmonlar, aziz teletomoshabinlar. Sizlarni ancha sog'indim. Qariyb 8 oy bo'ldi hali televizorga chiqmadim. Buni suhbat davomida. Suhbat davomida albatta. Siz Sherzodni ko'rganingizda xursandmisiz? Albatta siz turasiz, nega o'ylasiz? Garchi negativlar yog'dirgan bo'lsa ham albatta xursandman. Albatta. Keling, davramiz.